Assalomu alaykum bizning Ilbis komandasining ko'rarmanlari. Ilbis drabelkasini yangi fasondora chiqdi. Buni eski drabelkalardan qaraganda o'ng'ayliligi, mana o'zlari cho'ng bo'ladi. Anan setkalardagi boshqacha bo'lib, cho'ng bo'lib, ichidagi pichoqlarni o'zgartirdik. Bunday pichoqlardagi 0 prostoy молодочный bo'lib hisoblanadi. Buni molotoktori 8 tadan 16 ta bo'ladi. Bunaqasi avtomatik bo'lib hisoblanadi. Molotogi 6 ta bo'ladi, 3 tadan 6 ta. Bunday pichoqlari 10 ta bo'ladi. 12 talik ham bor buni. Bunday mahaviga 2 turli ham bor. Uni keyingi kadrda chiqaramiz, xudo xolasa. Buni o'zi inshaalloh cho'p, paya, jem, maka, barliq jem turlarini barlig'ini chiqaradi inshaalloh. Buni bunday ikki turda bunisi bosh makaga, bunisi maka shaxtar chiqarib beradi. Buni hozir biz sizlarga qanday ishlashini ko'rsatib beramiz. Dag'in buni ayirmachiligi, buni qozonlari bunday listlari 4 lik listdan bo'lib, jo'n qalinidan. Berikinde 2 lik, 1,5 lik, 2 lik o'xshab turib 1 lik listdan emas. Bunlari qalin, pishiq temirdan. Bularni hozir biz sizlarga ishlatib ko'rsatamiz. Paya. Endi buni hozir mahoratini tekshirib ko'ramiz hozir.